Hozir bizlar siz bilan bir premyerda bitta xatoni ko'rib chiqamiz. Shu kichkina xato sizni foydangizni qanaqa qilib ko'rmayotganingiz va foydangizni qayerga yo'qotayotganingizni aniq batafsil tushunishingizga yordam beradi. 90% restoranlar va restoratorlar O'zbekistonda shu mayda kichkina ошибкаga ahamiyat berishmaydi. Ahamiyat berishmagani uchun har kun hozirning o'zidayoq katta foydani yo'q qilishadi. Bu mayda kichkina ошибкani siz ko'rmasligingiz mumkin. Qaysi sababli? Sizda restorangizda to'la mehmon bo'lishi mumkin. Ishchilar ishlayapti. Programma обеспечение bo'yicha chek tomonlama, hamma tomonlama ishlashyapti, tizim ishlayapti. Lekin siz mana shu kichkina xatoni ahamiyat qilmaysiz va u sizga har kuni hozirning o'zidayoq oy davomida, yil davomida katta minusga olib keladi. Hozir biz siz bilan 3 ta bir xil palka shashlikning ichida gramovkasini ko'rib chiqamiz. Agar sizni povringiz shuni tarozisiz o'lchamasdan naglaz ishlasa, shuni razisa poterasini ko'rib chiqamiz. Hozir mana qarang. Mana shampunimiz bizani 8 gram. 8 gram minusovat qilamiz, 0 ga tushirdik. Endi biz o'lchab ko'ramiz. Shashligimiz 50 gram bo'lishi kerak. Shashligimiz 50 gram. Ana busi naglaz uchalasi ham bir xil. Mana buni qo'yib ko'ramiz endi. U birinchisi 50 gram chiqdi. Mana busi 60 gram. 10 gram plus. То есть 10 gram уже взвешивание bo'lmagan, xato ketgan. Keyingisi 50 gram. Agar uchalasini qarasak, uchalasi ham bir xil. Naglaz ko'z bilan chandan ishlaydigan bo'lsa, uchalasi ham bir xil. Shuning uchun tarozi bilan ishlash kerak. Tarozi har bitta porsiyani gramovkasini to'g'ri chiqarish uchun tarozida ishlashimiz kerak. Bu ham 60 gram, o'sha 10 gram raziyasi beryapti. Siz bilan hozir buni polностью plus minusini qanaqa qilib 1 yilda siz shu 10 gram hisobiga bitta mashina pul yo'qotishni ko'rib chiqamiz. Endi biz sizlar bilan 10 gramni hisoblab chiqamiz. Hozir shu 10 gram 1 oyda, 1 yilda qancha summaga aylanib ketadi. Agar biz shashlikni oladigan bo'lsak, shashlik sotadigan bahomiz restoranda 18 mingga sotsak. Bu tan narxi 9 ming bo'lsa. O'zini tan narxi bu ustiga qo'yganimizda 18 mingga sotyapmiz. Endi shu tan narxi bu 50 grammi 9 ming. 9 mingni 50 gram 5 ga bo'lamiz. 10 gram chiqarib 5 ga bo'ldik. 1800 so'm. To есть biz agar bo'lganimizda 5 ga 1800 so'm bizning 10 gramimiz. 10 gram. 10 gram shashligimiz 1800 so'mga tushyapti. Agar biz shu 10 gram lishni beryapmiz, kuniga premyerni oladigan bo'lsak, 200 ta palka shashlik sotsak. 200 ta shtuk. Endi biz ko'paytiramiz 1800 ga. 10 gram yo'qotyapmiz 1800 so'mdan получается har bir shashlikdan. Buni 1800 ni ko'paytiramiz 200 ga. 360 ming so'm kuniga yo'qotyapmiz. Bir kunda 360 ming so'm yo'qotyapmiz. Shuni endi ko'paytiramiz 30 ga, 1 oyga. 1 oyda 1 месяц yo'qotyapmiz 10 million 800 ming so'm. 10 million 800 ming so'm 1 oyda. Endi buni ko'paytiramiz 12 ga, 1 yilga. 1 yilda yo'qotyapmiz biza 129 million 600 ming so'm. Bu endi bir mashinani puli deganimizda shunday bo'lib chiqyapti. Nimaga desang, agar dollarga bo'lsa, hozirgi kurs bilan 10800 dollar. Hozirgi kurs bilan o'sha biz bitta bludada 10 gramning ichida yo'qotyapmiz. Mana sizlar bilan hozir shu bir shashlikni 10 gram premyerda ko'rib chiqdik. Endi u bizning pozitsiyalarimiz bo'yicha, bludalar bo'yicha qancha pozitsiyalarimiz bor? Qancha joyda qancha biz poteriya qilyapmiz? Kun davomida, oy davomida, 1 yil davomida qancha bizning umumiy foydamiz qayerga ketyapti? Mana bizning umumiy foydamiz mana shu yerda ketyapti.
Bu muammo 90% restoranlarda bor. Bu muammoni deb sizni restoraningizda hamma sotrudniklaringiz pul ishlashi mumkin. Lekin o'zingizdan tashqari siz o'zingiz foydaga chiqa olmaysiz shu muammoni deb. Bu kichkina muammo, lekin shu muammo katta katastrofaga olib keladi sizni 1 oy, yarim yil, 1 yillardan keyin. Bu muammoni sizga programma обеспечение hal qilib bera olmaydi. Xo'p, Ayko, Rekeeper boshqasi texnologik kartangiz to'g'ri kelgan bo'lsa, lekin grammovkalar соблюдать qilinmasa, oshxona tomonlama buni u programmalar выявить qila olmaydi. Agar sizda keyinchalik inventarizatsiya orqali ham shu programma orqali ko'rib bilsangiz ham qayerga ketganini bilmaysiz. Sizga minus ko'rsatishi mumkin yoki plyus ko'rsatishi mumkin. Siz lekin u qayerdaligini topa olmaysiz-da. Faktichески sizning qo'lingizda mahsulotingiz yo'q, mahsulotingiz minusda. Bu bilan restoran egasi katta minusda bo'ladi. Mana shu joyda biz foyda yo'qotamiz. Bu degani siz baribir qanaqa professional bo'lishidan qat'iy nazar ishingizga ishonsangiz ham, ular ishonmasligi deb o'ylashi mumkin, tanish bilish yoki juda kuchli povor bo'lishi mumkin, 15, 20 yil, 25 yil ishlaydigan povorlar bo'lishi mumkin. Ular chandan qilishadi, na glaz qilaman, men takka qilganda rostdan ham o'xshaydi, tekshirib ko'rasiz, rostdan ham o'xshaydi. Lekin человеческий faktor degan narsa bor. Buni unutmash kerak. Baribir katta restoranlar, masalan, rezultati bor, уже мировой уровньдagi restoranlarni hammasi ularda ham 15, 20, 25 yillik daraja opti bor povorlar ishlaydi. Ular hammasi tarozi bilan ishlaydi. Nimaga desa, hozir siz ko'rib chiqdingiz, bitta primerda hali 10 gram yo'qotib turgan joyimizda biz 1 yilda bitta mashinaning pulini yo'qotyapmiz va 3 ta bir xil shashligimiz ko'zdan chandan ishlaydigan povorlar uchun bir xil ko'rinadi. U ko'z bilan uni o'lchab bo'lmaydi. Shuning uchun bizlar standartga rioya qilgan taqdirda bu narsani oldini olish uchun hamma povorlar tarozi bilan standartga javob berib ishlashlari shart. Agar bu muammoni yechimi men kuxnyamga o'zimga tarozi qo'yaman, shu tarozi bo'yicha ishlashadi, shu bilan yechim topaman deb o'ylasangiz, bu xato fikr. Nimaga desa, bitta tarozi bilan sizni muammongizga yechim topilmaydi. Bu hammasi birgalikda, как sipoch, hammasi sipoch birgalikda ishlashadi. Uni faqat bu bitta muammoda tarozingiz. Undan tashqari qancha muammolar bor. Ularni hammasiga yechim topib bir-biriga ulash kerak. Bizlar bir-biriga ulagan taqdirimizda bizlarga bir shuni muammoni yechimini beradi. Agar sizda shunga o'xshash muammolar bo'lsa, siz u muammolaringizga yechim topmoqchi bo'lsangiz, ссылка orqali o'tib bizga yozishingiz mumkin.